Assalomu alaykum. Men Yusufjonov Azizjon Baxtiyorjon o'g'li Yunusobod Medical Center klinikasida 2019-yildan buyon faoliyat olib kelmoqdaman. Faoliyatim davomida Istanbulda, Moskvada va Dr. Boboyev Health Center klinikasida tahsil olganman. Bu blogimizni yurgizishimizdan maqsad bemorlarimiz tomonidan bizga eng ko'p berilayotgan savollarga javob berishni niyat qilganmiz. Bundan tashqari klinikamiz, uning imkoniyatlari, hozirgi kundagi yuqori texnologik amaliyotlarimiz haqida ma'lumot berish va bu jarayonda o'zimizni ilmiy, amaliy izlanishlarimizni olib borish, kamchiliklarimizni o'z vaqtida aniqlash va uni bartaraf qilishni ustida ishlashni niyat qilganmiz. Inshaalloh bu ham bemorlarimizga, ham bizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.